Salom hammaga, sizlar bilan Sarvarbek Tils Pro YouTube kanali. Bugungi videoda ovozdan sal kamchiliklar bo'ldi. Bunga e'tibor bermaysiz degan umiddamiz. Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Sarvarbek Tils Pro YouTube kanali. Bugungi videoda sizlar bilan tanga va olmosni qanday ko'paytirish haqida gaplashamiz va bu mutlaqo beginnerlar uchun siz misol bilsangiz bu video siz uchun foydasizmi demak o'tkazib yuborishingiz mumkin. Demak tanga va olmos haqida gaplashsak, xo'sh, bizda birinchi topish yo'li demak hammada bitta sariq o'yinchi bergandan keyin yangi akkauntda kirasiz. Shunaqa o'yinlar bo'ladi. Bu tarafda bo'lishi kerak. Misol mana postingiz yangilanishda yangicha. The dressing room took it to 40 and the away team have gone with this lineup. Va agar tez topmoqchi bo'lsangiz chiqib ketasiz. Chiqib ketdingiz o'yindan. Agar kerakli o'yin bo'lsa, olmos uchun o'ynamoqchi bo'lsangiz, qolishingizni ham maslahat beraman. Hech qanday zarar yo'q. Va chiqdik. Aston Villaga qarshi o'yinda biz bu tarafdamiz va shu yerda yana bir jihat, stadionga qaraymiz. Stadionimiz full bo'lishi kerak. Full bo'lsa, adashmasam eng yaxshi divizionda ancha tanga berardi. 92 tangami yutganiga. 52 tanga ekan. Xo'p, ichida gollar kiradi, boshqalar kiradi, ya'ni tanga ko'payadi. Biz o'yinni o'ynab chiqamiz va tangani ko'ramiz. Demak, tavochbatda bo'lganim uchun ozgincha qiynalib qoldim va yutqazib qo'ydim. Xo'sh, bu yerda chiqdi. Dream Points'dan shu 75% chegirmaga ko'proq beribdi. Va mana 64 tanga plus 64 tanga stadion bonusi bu. Hamma uchun. Albatta reklama bo'layotgan vaqtda sizlarga o'z reklamamizni taklif etsak, ya'ni mana shu ekranda chiqqan Telegram kanal Sarvarbek Tils Pro va uni linki kommentda ham bo'ladi. Unga o'tib olsangiz, menimcha zo'r aksiyalardan quruq qolmagan bo'lasiz. Xo'p, reklama ham tugadi. Qanchalik bosdik? Mana Klandiki ham bor ekan, DPG ham bor ekan. Reklama va tangani tushuntirib ham yig'sangiz 1000 taga bonuslar beriladi. Ko'k agent, ko'k qidiruv 300 tanga 2000 gacha bor va sizning pastda ham tangalar yig'sa bo'ladi. Keyingi tushuntiradigan narsam, xo'p, bu yerda ham tanga olsangiz bo'ladi. Mana 2 marta adashmasam o'ynasangiz bo'ladi. Ikkinchisi pulli o'ynaysiz va Bongirnoda gol ursangiz 30 tanga qo'shib beradi. Assist qilsak, Maktominida assist qilsak 20 tanga qo'shib beradi. Umumiy 75 tanga yutish kerak osoni. Chelsea va Dream Draft bizga yordam beradi. Ya'ni 40 ta o'ynasangiz, bu juda oson. 40 ta olmosingiz bo'lsa, 3 ta imkoniyat beradi. Misol yutasiz, ikkinchi o'rin uchun ham beradi, uchinchi o'rin uchun ham beradi, birinchi o'rin uchun ham beradi. Jami 70 ta olmos 40 taga va oson bot bilan tushasiz bunda. Hech qanaqa nima bo'lmaydi, o'yinchi bo'lmaydi va o'zingiz tarkib tanlaysiz bunda 11 taligingizni. 3 marta o'ynasangiz bo'ladi, 3 martada plus minus bilan. Demak, Dream Draftda shunday, ya'ni plus minus bilan hisoblasak 60 tacha olmos yig'ib olasiz. 3 martangizni yarim soatlarda o'ynab bo'lasiz. Va Dream Liga Life'da ham, ya'ni sabityalarda ham tanga va agent yutib olsangiz bo'ladi. Xullas, bir kun ichida bemalol o'rgatgan narsalarimdan 3000-4000 tanga topa olasiz agar reklamangiz yoniq bo'lsa.
reklama yoqish videosi ham tez orada chiqaramiz. Demak, hammaga ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sarvarbek TLS Pro akkauntiga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Bundan qiziq va bundan yangi videolar tez orada joylanadi.